Men shu Toshkent shahridan 2 yillik bosh og'rig'im bilan shu klinikaga kelganman. Internet orqali ko'rib, tanishim shu yerda shifo topganligi uchun o'sha kishi tashlab shu orqali kelganman. Men 2 yildan beri shu Toshkent shahrida ko'p klinikalarda davolandim. Har 5 kunda chiqib ketardim. Men bu yerdagi doktorlarni, shifokorlardan Alloh rozi bo'lsin, juda ham muomalalari, bolnitsani shart-sharoitlari juda ham yaxshi. Eng avvalo Malika Ubayevnaga, Muhayyo Ubayevnaga, Muyassar Ubayevnaga alohida kattakon rahmat. Mana men o'zi 3 kunda bosh og'rig'imdan ancha xalos bo'ldim. Bitta bosh og'riq emas, hamma kasallikni birgalikda davolashar ekan. Juda ham yaxshi klinika. Men ulardan hammasiga alohida kattakon rahmat aytmoqchiman, ishlariga omad tilamoqchiman. Bularning muomalasiga har birini kattakon rahmat, juda ham xush muomala. Eng birinchi bemorlar bilan chiroyli muomala. Davolash uslublari ham o'zgacha. Men shuncha boshqa shifoxonalarga yotgan bo'lsam, bunaqa davolash uslubini hech nima qilmagan ekanman. Ancha men o'zimga shifo topdim. Menga yana 3 oyda qaytib yana bir kurs lecheniya qilamiz, sizni davolab beramiz. Men 3 oyda emas, yana 1 oyda qaytib kelish niyatim bor. Hammalariga kattakon rahmat.